Assalomu alaykum. Tush ta'biri kanalimizga xush kelibsiz. Tushda somon ko'rsa. Ibn Sinaning aytishicha, tushdagi somon, xususan bug'doy somoni bo'lsa, mol-u ne'matga dalildir. Tushida ko'p somoni borligini va uni uyga tashiyotganini ko'rsa, halol mol-u ne'matni ko'p hosil qilishiga dalildir. Agar arpa somoni bo'lsa, aytilganidan ozroq mol topadi. Kirmoniyning aytishicha, tushida somonxonasi borligini va somon uning mulki ekanini ko'rsa, badavlat bo'lishi va ikki jahon murodini topishiga dalildir. Mag'ribiyning aytishicha, tushida somonxonaga o't ketganini va somon yonib ketganini ko'rsa, podshoh uning uyini musodara qilishi va mollarini tortib olishiga dalildir. Va yana ko'p o'tmay, yo'qotgan moli qadar yana shuncha mol topishiga dalildir. Agar tushida hayvonlar somon yeyotganini ko'rsa, moliga ozgina ziyon yetishiga dalildir. Jafar Sodiqning aytishicha, tushdagi somon 3 narsaga dalildir: halol molga, kasb-u maishatga, murod va shodlikka. O'ylaymanki, ushbu tush ta'birlarni bilishga qiziqqan har bir inson uchun aniq dalil bo'lishiga xizmat qiladi. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni, izoh yozib qoldirishni esdan chiqarmang.